技術を読み解く A の専門用語を覚えましょう。まずは30単語を暗記します。今回はティムールさんと進めていきます。それではティムールさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。Bo'lmasa ketdik. Ketdik! Ketdik. Mutaxassislik bilimlari. 専門知識、 Ma'lumotlar fani, data science sohasi. データサイエンス分野、 Induktiv statistika. 推測統計学、 Deskriptiv tavsifiy statistika. 記述統計学、 Cross tabulyatsiya, o'zaro bog'liq jadvallarni tuzish. クロス集計、 Ilm fan, akademik soha. 学問、 Kiberfazo. サイバー空間、 Fizik makon, real borliq. フィジカル空間、 Iqtisodiy rivojlanish. 経済発展、 Muhokama va choralar, mulohaza va yechimlar. 議論と対策、 Jamiyatning o'zgarishi, ijtimoiy evolyutsiya. 社会変遷、 Yashash vositalari, turmush tarzi vositalari. 生活手段、 Axborot jamiyati. 情報社会、 Texnologik innovatsiya, texnik yangilanish. 技術革新、 Har ikkala tomonning afzalliklari, foydalari. 両方のメリット、 Ekologik muammolar, atrof muhit muammolari. 環境問題、 Chiqindilarni kamaytirish. 廃棄物の削減、 Havo va suv sifati. 空気や水質、 Genetik ma'lumotlar. 遺伝子情報、 Davolash usuli, terapiya. 治療法、 Tibbiy xizmatlar. 医療サービス、 Tekshirish, tasdiqlash, verifikatsiya qilish. 検証する、 To'plash va qayta ishlash. 収集と加工、 Yuqori unumdorlik, yuqori samaradorlik. 高性能、 Iqtisodiy tengsizlik, iqtisodiy tabaqalanish. 経済的な格差、 Shaxsiy daxlsizlikning buzilishi. プライバシーの侵害、 Kuzatuv, nazorat. 監視、 Axborot sizib chiqishi, ma'lumotlarning tarqalib ketishi. 情報漏洩、 Nosozlik, noto'g'ri ishlash, nosoz ishlash. 誤作動、 Ishsizlar. 失業者。皆さん、何個暗記できましたか？コメント欄に書いてください。 Hamma so'zlarni yodlab olinglar. Hammalarga yaxshi kayfiyat. みんな頑張ってね。Xayr. Xayr.